2012 yılının avgustunda açıldı. Bu bitinde hazır devletlik etuga şola bit. Devletlik olmacı şahsi kullarda. Onun neyini maksatla amaçlılar iken? Mına 60-70 yıllarını ko'rsatır için bizning esga tushirishga xalq mana shulay o'zining qo'yshan nechik bunur etganlarin narsalar bilan qo'llanganin barısında ko'rsatilgan bu muzeyda. Kishilar bek yaratib qaraylar, eslarini tushirlar, yosh vaqtlarin, bola chaqlarin. Bek o'shay muzeyga kishi bek ko'p keladi. Kunga ko'pmi kishi keladi? Kunga endi bo'lay ayta olmayman endi necha. Yol kunlarında begirakda ko'p kishi keladi endi. Ish kunlarında azroq. Mana bu aybirlarni kelgan kishilar o'zlari bilan olib kelib sizga topshirishlarni aytsangiz, siz jiyib yurasizmi bir necha? Bu aybirlarni mana muzeyning direktori Rustam ул endi аны ko'pdan jig'an. Ул boshda podval, endi podvalniy помещениече bilasizmi? Hozir endi bunda yo'qdi, binoga chiqdi. Mana o'rin berdilar da shunday bino yasadılar endi. Mana hukumat yetakchilarining kelib qaraganlari bormi, to'ralarni? Qaradılar, boshda qaradılar. Bu endi shahar yetakchisi kelib qaradi, bo'lishdi ul поддержать etdi endi. Xolisa xonim, mana qarshimizda bir qiziqli bir eksponat tur, u partbiletdan yig'ilgan kurtka deb aytdingiz. Buni qaydan oldingiz siz? Bu Kirov ülkəsində yaşayan bir kişi olib keldi. Ularni o'zining qizi uchun 120 partbiletdan tiktirgan. Ham sizga bo'lak etdingiz, sho'bet? Bu endi nechanchi yilga so'ngadi, nechanchi yillarda bo'lgan so'ng bu. O'sha chog'da bo'lmagan edi kurtkalar. Mana shunday partbilet ko'rishkalardan buni yasay olgan. Mana shunday qiziqli kurtka.